tug'dirdi, 5 kezak tug'alaysan, mana inson degan. Bir tuval deb qaptım, men Gulmoy yeb semirib ketdim jinim deb bütün töhmet, bu töhmetning men bichar Gulmoyga otib qo'yganlar, men naqlim mayron qilib qolib, bir turib kulma, bir turib shuncha ochig'im keldi. Sizlarning turmushingizda chuqur bir narsalar misol ko'paygandan keyin azal abaddan siz semirib ketmagan odam tuyg'usiz oshnasiga otib qo'yamsizmi? Bu bichar Gulmoy deyish qanday gunoh yo'q. Yo, buni bir hormon jisu degan narsa yo'q. Semirib kesmada xalqim biz semirib kesak bo'ladi. Meni shpinrim umda yangi o'qib beqinglar. Umdan bir chikirib ko'rib beqinglar degan qizlar. Siz bu turmushingiz Gulmoy demas narsaga baqmadingizmi? Bir qillandan umdan ichib, jinim qizlarmada bir turmushingizda o'ylanib beqinglar. Menga tomoqni yeplam, shunday yetyaptam dem kunda. Azar bir harakatni qanchalik qilyaptim. Men xogomugo yemedimmi? Men nimalarni yedim? Men janfi qilish bosqichida turib, men ishni yemay, turmushda aytgancha yemishmay, moyliq narsa birdan bir Gulmoyni yeb, men yana mishinchilik semirib ketdim degan bo'lsangiz, mana biz batdik. Sizning uyingiz jankonning birini o'rnatib qo'ygan bo'lmagandan keyin sizning turmushni nim qilganingizni o'zingiz bilasiz, sizning vijdoningiz chidasa ham demishinda deb. Mayli o'zingiz dalibring, lekin bunda odamga to'mat chapilmanglar, qizlar bir narsa bunda degani qo'yinglar, men semirib kelsak, biz semirib kelsak bo'ldi, tirik misol. Siz tutqalar qarab yiqinglar, men mana ishni qutib yapıldım. Men bir narsalarning qutisini xilsini tashiydigan qo'yimba tashiyib qolib, men o'ylashmayman. Degan qilganimda o'ylashmay tashiyib qolib ekanman. Bilasizmi, 20 yemaylar bir narsaga chopping bergan, unda oldirib ketmanglar. Buni yemay tashiyotsangiz bizga issiq emas, sovuq emas. Qaqni pinujisiga chopping berib bersangiz siz hargiz buni yaxshi bo'lib qolmaysiz, ya siz bir yerdan pul vermaydi. Hem yesangiz yeb qo'ylig'isi yaxshi emasmi? Men mana ishni qutib yapıldım. Endi men shaxsan hamma odamning tejriz o'xshamaganga o'xshash, men mana birinchi qutisini ko'rgan hamda unumini. Men bir qiz olib sizlarga yog'an gapirmadim. Qasab shukizdigan o'xshaysizlar bu narsaga. Qora yuz qilib aytganlar juma odamlar aslam. Andan keyin yana bir gap, buni qanday vaqt yegansiz degan vaqtda biliqmaydilar chiqadi mana bu. Mishlar chiqadi. Kunda insonlarning bu vaqtida bir tal yevasanlar bo'ldi. Endi men kunda uyoq qo'yib ko'rib qasamdan bir tal yemay esim kelgan vaqt uchun unutib qolmaydi. Bu shu paydagi ahvollarga, ishdan suvoq olib ketgan ahvollarga, chiqib ayollarning shu bolyot qo'saga haqiqatan bek foydasi bor. Buni nimalaydi deganda buni ig'izingizdan yeysiz jumu. Andan keyin men javobim deganlarga men shu pinujni tushuncha berib qo'ydim. Undan bir oqtirib baxsanlar bo'ldi. Rahmat. Andan keyin bu yegandan keyin shu maxsus ayollarning nari muhim, bolyot qo'rimiz muhim bu. Maxsus mishani quvvatlab beradigan, boqadigan narsa bu Gulmoy degan. Buni yuzingizga surib ketmasangiz shunchalik foydali narsa. Bunda bir isl mahsulotni ayollar uchun shunchalik muhim bir narsani tuygan qilib chiqsam, men mushning asosini ishda qo'lab. Men bir ko'p turib tashviqot qildim. Ko'p turib bir narsani men masini bir tug'dirdi, 5 kezak tug'alaysan, men inson degan gapni qilib baxmadim. Shundan bir man ko'pdan tashviqot desam bo'ldi. Buni siz foyda qilgan yerlarni deb beray. Birinchidan, bo'shab ketgan ahvollar bo'lib qolsa, tug'ib bo'lib, muskullar bo'shab qolgan ahvollar bo'lsa, rasmiy holatda yelib olgandan bir qutida, yabimiz ish qutida rasmiy chintidi. Azroq yaxshi qilib berdi. Undan keyin muzlab ketgan sovuq suv qo'lni tiqib berib, muzdek narsalar bilishib berib, ichimlik ichib berib, sal muzlab qolgan ahvollar bo'lib qolsa, qizitib berishga, illatib berishga foydasi bor. Undan keyin bayday jiq kelgan, oxun ko'p kelgan, undan keyin yo'l tushingiz sal ko'zingiz sig'mayotgan ahvollar bo'lib qolgan insonlar tushundinglar-ku? Ashta ishlar sal ko'zingiz sig'digan bo'lib yo'lishingizga chinnini deb sal naynaqlaydigan bo'lib qolsizlar qizlar. Andan keyin o'quvchi qizlar bo'lamdi deb degansizlar, eng muhim gap mishada o'quvchi qizlar insonlar bo'ladi. Buni bu ona qo'rqinish narsa emas, kichik yeb bergandan keyin payda keltishlar foyda qiladi kichikladimi shu payda kelgan ahvollar bor emasmi? Odat miqdoringlar oz, yapimiz keyin kechikib ketadigan turaqsiz mishda ahvollaringlarni para asta tashlab beradi. Bu endi xislatlik to'g'ri emas chunki bir niyat aytsin da butun pichat qo'yadigan sizni. Yuzimni qo'ytadingizmi, shikir doktor xalanimiz unda qilmaydi, bir tal otoskop bilmaysan unda qilmaydi. Shunga saqla. Bir qutik saqla. Unum bor, haqiqatan unum bor. Unum bo'lmasa men so'zlab chiqmayman. Bu yerdan katta tuydiq qizlar bo'ldi, ishdan tushdi, shirkat bo'ldi, bu yer tuyashdi degan gap. Chexlari taraytda ishlab seti tutamiz-mi? Taraytdi. Bu taray atalmış taraytchi emas. Endi bag'asi quvvatlanganligidan shu yerlarni sal tushunib tursam, qahlar maxsus taraytchi deb turib seti. Musulmon qizlar. Ishlar qizlar. Anaki men samirib ketib bitdi, qo'lam qiymeti degan gaplarni qilib bermanglar. To'mat atib. Bir qo'rqinish qizlar. Ular bir turmushingga boshqa masalalarni o'rib beqinglar. Men ya ma'noda samirib ketdim ya deb. Bu unda jiso o'rmonliq narsa emas. Beshinchi bo'lsin hamsa. Kas kesib qo'ydim-a. Xo'sh.